Nimaga xaridorlar aynan shu qizil domni yaxshi ko'rishini sababini men sizga tushuntirib beraman. Birinchisi bizlarda bu yerda katta parkovочная zona bor. Bundan tashqari детская площадка qilingan, sportivная zona qilingan, mangalная zona va bu tomonda bizlarda besetka ham qilingan. Mana shu domimizdan bizlarda 83 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Qani ketdik. Kvartiramizni koridor qismida turibmiz. Ko'rishlaringizdek bu yerda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shitlar remontaj qilingan, Wi-Fi simlar o'tkazilgan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz bitta-bitta. Mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasida ikkita krevat, terimo va shifonerlar o'rnatilgan. Mana bu yerda esa bizlarda sanuzul, kvartiramizda ikkita razdельный sanuzul tushgan, полноценный kvartiramiz, hamma xonasida oynasi bor va mana bu yerda bizlarda mehmonxona. Mehmonxonada ham hamma kerak jihozlar bor. Televizor, podstavka, konditsioner, parda, gilam va mягкая zona qilingan, stol ham o'rnatilgan. Mana bu yerda yana koridor qismini ko'rsataman. Prixojа mebel qilingan va mana shunaqa uzunligida mebel qilib qo'yganlar va mana bu yerda bizlarda terimo qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona. Oshxonamizda 6 kishilik stol o'rnatilgan, рабочая zona полностью tayyor jihozlar bilan birga. Двухконтурный kotел o'rnatilgan, теплый pol radiatorlar qilingan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasida отдельно balkoni bor, krevat, tumbuchka, terimo, shifoner, televizor va konditsioner o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda ikkinchi sanuzul joylashgan. Do'stlar, kvartiramiz Qizildomda 12 qavatli domning 12-qavatda bo'lyapti. 83 kvadrat va narxi 105 ming. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib beramiz. Ko'rishguncha.